Vacıda men oylashim uchun bizim kichik vaqtida xalqlarni to'rab etimiz. Lekin yozalaydigan vaqtida o'zimiz yozishimiz. Hozir yozalaydigan vaqtda yana xalqlarnikini hozir Şinjan'da mushtaq ishlar chiqdi. Men bu anladım, o'zim ko'rdim. Bizning hatto qanday deymiz, buimiz atbolimiz bizga qolgan muzika bor. Hozir hamsi shu xalqlar uchun bundoq o'zgartirdi, bundoq o'zgartib, sen bir pechi qilsang, bo'lgan bir chiqdi. U bir pechi qildim. Hozir xalqlar uchun hamsi o'zining ismini yozib, burun biz taxlat aytdi, Van Robin mudaq qildi deydi. Hozir bizning ichida bundoq Van Robin texnik bo'ladi. Lekin deydiganlar adam az. Men bu shu Beijing tutsam, taxlat degan odamlar shu Van Robin mudaq deydi, kimlik mudaq deydi. Lekin men kerak mendan so'rasa, men nima deyim shu, men o'zim kuchimcha men yozgan yozyapman. Sizlar ya yaxshi ko'rsizlar mening naqshamni, ya yaxshi ko'rmaysizlar. U degan mening yozgan narsam. Har nima bo'lsa biz jamiyat qanchalik turishini uqmaymiz, Xudoy o'zi bildi. Qanchalik turganda biz yo'q bo'lsaqmi, bizning balimiz cho'ng bo'lganda, mana naqshni dadam yozib ekan deb qo'rqmay turdi. Mushu biz balimizga qo'yib qo'ygan narsa shu. Bizim burun nima deb nutbularni men aşı naqshni men o'zim aytman. Va bu odamga mush nutbularning hikoyasini anglab 20 yilda mushtaq adamga mundaq degan demak ko'nim ashuni hikoyasini anglab yig'lab antikashni hozir naqshni aytib xasochil buni nima qilib texma xalqlarga tanishtirib chet el bo'lsimi aytman nutbular shimir deb so'rab ketdi chet elliklar savol chiqqan bilan tanishtiramiz men bakchiq tanishtiramsam bundaq bir she'rchi mushtaq bir yosh turib mushtaq bizning millatning ishida mushtaq bir qahramon texmi buni jiqnasin mundaq qandaq men uqmayman. Men uqqandaga mushtaq bir yosh yigitga men o'xshash men bu ashnaq bo'lishga tirishyapmiz. Lekin hozirgi jamiyatga shu yoshlar Allah bundaq jiq o'ylamaydi. Hozir abim pishillam dedim shu hammasi shu nima o'ylashi tiyashaq chiqsam bo'ldi, tez taqasam bo'ldi, bundaq nam chiqsam bo'ldi, pul topsam bo'ldi. Men hozirgacha biz biroz gap qilib biz o'yamni chiqamiz. O'yan chiq bo'lmasa pulni chiqamiz. Bizning hammadan qiyinchilik bor. Lekin buni bank shundoq chiqib pul bo'lsa-mi, men pul amroq emas. Bundaq chiqib bo'lsa men mushtaq pulni qiyinchiliklarga mushtaq qilishga shundoq amroq. Shundoq amroq. Lekin xalqlar deydi, men Beijingda nachqata shu burun Urumchi deymiz, shu Qashqar tarafda yatavergan vaqtida 2000 yilmi 2000 ash vaqt qilgan men o'zim Beijingda shu bir haftadak mushtaq chatlarni hammasini chaqirib mushtaq jamkan qilib o'yan qo'yib xalqlar deydi, "Asqar mudaq qilganki nima deb kizitni qilmaysan deyish nima deb." Uni taqish mening maqsadim yo'q. Men ish qilish mundaq yaxshi qilishni o'zim ko'nib yaxshi bo'ldi va men mundaq yaxshi qildim. Az bo'lsin qiladigan ish qildim. Xayshat chataldi bo'ldi, o'shaq yetaverdi. Buni qildim. Sichuandik mashaq qildim. Ashar Beijingda Guoji Hongshi qo'ydim. Mening ismim Dislam ashladigan. Ash boshliqlarimdan o asqar sen. Nechigim, har qata sen bor. Lekin sen deb bizning shak shunda sinik men tiyashini deb ko'rmayman siz mushtaq qilgan ishni. Men dedim men buni qilish maqsadim tiyashga chiqish emas. Buni mundaq chiqqanki ota-onam anglabmi xo'shal bo'ldi. Dinimdagi adashlar ansım asqar ma'shunaqsa. O'zingiz miskilalaysiz. O'zim bu bolalarga mundaq biz yoshlarga bizning bolamizga yaxshi mundaq qarab ota-onam mundaq qildi bizim mushtaq qilsak. Hammasi mushuning ishida shu muzikaning abiyam degan ishlarning ishida shu bir o'zimizni bak mundaq Olijanob ko'rsatdi. Haddidan ziyodi yuqori tutaylar. Meningcha shu muzika yozgan yoshlar bolalar hozirgacha
eng yaxshi hozir shu chet ellikki yo bizning millatniki shu minjanlik narsalarni o'zgartib qo'yishsa chatoq yo'q. Lekin eng yaxshidan yoza oladiganlar hozir bizdek bor, bizni cho'nglar bor, yoza oladiganlar eng yaxshi chiqroq hizbasi. Nima uchun ko'kböre degan shu taxallusni qo'llanishni o'ylab qoldingiz? 94-yildan boshlab qo'llanib ekansizmi? 91-yildan boshlab qo'llanib ekansiz. Hozirgacha izchil turmush shu taxallusni qo'llanib kelyapsiz. Ko'kböre'mi, surböre'mi? To'rdoshlar ba'zilar deydi-ki, ko'kböre deydi-ki, ba'zilar deydi-ki, surböre deydi. Tarjim qilishni rost gap o'ylab boqmagan. Men burun bizlar qo'ylan deb qo'ygandan birinchi men buyruq bek amroq. Kichik vaqtim men buyruq amroqdim. O'sha buyruq mundaq buyruq ashaq buyruqdan hikoyada anglaganda ba'zanlar bizning o'sha kichik vaqtimda o'sha ya'ni birisi shu nida shu bir ish bo'lsa langlayla deb qo'rqitib bu ish bo'lsa langni shundaq buyruqni bek nima qildi. Shuni nima men buyruqga o'zim ko'nglimdan amroq. Kichik vaqtimdan amroq cho'ng bo'lganim amroq. Ba'zanlar meni kichik vaqtimda burun shu xuylan degan chiqmagan vaqtida meni langshanshin deydi. Langshanshin deb shu yangi o'zim o'ylab u vaqtida yan birisi shu men o'ylab buyruq amroq bo'lgandan keyin bizning shu uyalik bolalar bor. Biz Enver bilan o'tirib mutaq bir xuylan yedi. Mutaq qismi. Ma'qul mutaq ma yaxshi kam deb mutaq qo'yib hozirgacha shu xuylandagi o'zgarmadi. Mening musikamning ichida o'zimizning millatning narsa bor. Xasu millatning bor, chet elning bor. Har millatning ichida men ko'rgan narsani, anglagan narsani men o'zim